ustiga bosamiz. Bu yerda e'tibor beringlar, hamma shablon ko'rsatib berilgan. Biz faqatgina buni kopировать qilib shu joyga qo'yib chiqamiz. Shu uchun hammasi oson bo'ladi. Elektron soliq xizmatlari tugmasini ustiga bosdim va menda kalt bo'ladi. Bu kaltni ham biz Davlat xizmatlar markaziga yakka tartibga tadbirkorlikni ochganimizda aynan kaltni ham olishimiz kerak. Kaltimiz bitta fleshka bilan borsa yozib berishadi. O'rtacha 7 kilobaytdan baland bo'lishi kerak kaltimizning hajmi. Agar 7 kilobayt beringlar. Shaxsiy kabinetga ichiga kiramiz va bu yerda o'zimizni kaltimizni topib kirish qilamiz va o'zimizni parolimizni teramiz. Agar siz Davlat xizmatlar markazidan elektron kalt oladigan bo'lsangiz, sizga SMS keladi parolingiz. O'sha parolni SMS kelgan parolni bu joyga yozib qo'yinglar, esingizdan chiqib qolmasligi uchun. Va kirganimizdan keyin bizda mana xizmatlar degan tugmasi chiqadi. Shu xizmatlar tugmasiga bosib, mana bu yerda agar osonroq bo'lish uchun komissioner qilib qidirsak, mana komissioner deb qidirsak bizda chiqib keldi. Yoki tartibga tadbirkorning komissionerlari ro'yxatini shakllantirish. Shu tugmani bosamiz va qo'shish tugmasini bosamiz bu yerda. Va aytib o'tgandek, bu joydagi ma'lumotlarni biz selleruzum.uz saytidagi mana bu yerda bizga hamma ma'lumotlarni ko'rsatib bergan. Ya'ni bu yerda adashtirishimiz kerak emas, o'zimizning ma'lumotlarimizni kiritmaymiz, aynan Uzum marketning ma'lumotlarini o'zgartirilmagan holatda shu ma'lumotlarni olib ko'chirib qo'yishimiz kerak. Kopировать qilib endi esa shartnoma raqamini kiritishimiz kerak. Mana bu yerda shartnoma ham raqami ko'rsatib o'tilgan. Shuni ko'chirib bu yerga qo'yamiz. Info hisob raqam. Shartnoma tuzilgan sanasi ham bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Mana 4-iyul 2000. Shuni ko'chirib 4-iyul 25-yil